bankimiz mijozlari, bankimizga xush kelibsizlar. 14 aprel 2025 yil navbatdagi tadbirkorlar va mijozlar bilan uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda qanday muammo bo'lsa, bitta navbat bilan murojaat qilasizlar, ularga ijobiy yechim qilishga harakat qilamiz. Marhamat, o'zlaringizni tanishtirib, masalan, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Dahnajon mahallasi raisi Ulug'bek Norqulov bo'laman. Men o'zim bu bank kartamni, Agrobankdan olgan kartamni yo'qotganligim sababli shunga yangi karta ochish uchun murojaat qilmoqdaman. Mahalla raisisiz-a? Kartangiz Yo'qotganman kartamni. shundan o'z front office kelmasiga ustun degan ikkita uchrashadi. Masalan, shu Windows'ga hallab berasiz. Yaxshi. Keyin Mustaqillik mahallasi fuqarosi Abdullayev o'tadayman. Biznesga ko'mak dasturlari doirasida ishini qilmoqchi edim. Shu yuzasidan murojaat qilyapman. shularni Mustaqillik mahallasi bizga biriktirilgan. Sizga 5 million bo'lsa, demak biznesga birinchi qadam kiritdingiz. 5 yillik. Ana shu bo'yicha sizga mahallada ishlash bo'limimiz bor. Har bir mahallaga mahalla bankirlari va agentlar bor. O'zbekiston mahalla bankiri orqali 5 million kiritdi. 2 ish kunida ajratib beramiz. Men Daryo mahallasi, Daryo mahallasidaman. Hurmatli Shahnoza. Hurmatli Shahnoza. Bunday chorvachilik ish uchun 10 million kredit olayotgan edim. Shuga